Aynan siz so'ragan lokatsiya, siz so'ragan qavatdan bo'lib turibdi. Hozirgi manzilimiz Termiz shahar Istiqlol to'yxonasi. Ko'rib turganingizdek qarama-qarshimizda, o'ng qo'limizda esa 5-5 mikrorayon, ya'ni Ko'lani ko'chasi va O'zbekiston mahallasi. Chap qo'limizda Terdoga 5 minutlik yo'l. O'zbekiston mahallasida qad ko'targan 4 qavatli panelli uylarning ikkinchi qavatda umumiy maydoni 42 kvadrat bo'lgan bir xona, ikki xona qilishga sharoiti bor zo'r kvartiramiz sotuvda. Ko'rib turganingizdek, bolalar maydoni deysizmi, parkovka hammasi juda zo'r. Elitni mahallalardan bo'lib turibdi. O'zbekiston mahallasida yashaydigan aholi biladi bu yerda sharoitini va kommunikatsiyada muammo yo'qligini. Demak, hozir esa men parkovkasi bilan tanishtiryapmiz. Bolalar o'yingohini ko'rib turibsiz. Juda zo'r mahalla. Endi esa ichki shart-sharoitlarini tanishtiramiz. Ko'rib turganingizdek, tashqi eshiklar almashtirilgan 4 qavatli uylardan bo'lib turibdi. Aziz obunachilar, panelli uylardan. Demak, narxini aytib o'tishdan oldin har doimgidek bitta like tugmachasini bosib obuna bo'lishni unutmang. Narxi 280 million so'm deb baholandi. Naqd pulga oladigan bo'lsa, kelishadigan joyi mavjud. Naqd va ikkilamchiga sotiladi. Koridordan kelishimiz bilan to'g'rimizda esa katta xonasi bu. Uyda ko'rib turgan kondisioner deysizmi, lamparda hamma narsa qoladi, hech narsa olib chiqib ketilmaydi. Derazalar akfaga almashtirilgan. Ha, aytgancha, bu uyning plyus tarafi ko'rib turganingizdek ataplina bor. Ya'ni ataplina tizimi bilan to'liq o'tkazilgan, jihozlangan. Qishki kunida bemalol hech qanday ataplina o'tkazish kerak emas. Va issiqlik suvi bemalol aristonsiz ham issiq suv kelib turadi. Ya'ni ariston ham mavjud. Demak, bu esa ikkinchi xona hisoblanadi. Endi balkon, buni bitta xona sifatida foydalansa bo'ladi. Ya'ni balkonni oshxonaga chiqarib, oshxonani bitta xona sifatida hamma o'shanaqa proyektda foydalanib kelmoqda. Bu esa balkon hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, o'sha quruvchi tomonidan qo'yilgan shkaflar holigacha turibdi. Narxiga juda arziydigan kvartira, tezda shoshilamiz. Naqd pulga usta kelishadigan joy mavjud. Bu yoqda esa oshxonasi bilan, dushavoyi bilan hojatxonasini tanishtirib o'tib ketamiz. Kelishimiz bilan koridorda o'ng qo'limizda oshxonasi joylashgan. Aynan men sizga aytib o'tgan ikkinchi xonasi, ya'ni ikkinchi xona sifatida foydalanib kelmoqda. Ya'ni akfa derazalarga almashtirilgan derazasi oshxonasini bemalol balkonga ko'chirib, ikkinchi xona sifatida foydalansak bo'ladi. Narxini aytib o'tdik, 280 million so'm, kelishadigan joylari mavjud. Endi esa dushavoyi bilan hojatxonasini tanishtirib o'tib ketamiz. Hujjatlarda aslo muammo yo'q. Sraz nomimizga o'tadi, notarius qilib beramiz. Hammasi joy-joyida. Ikkinchi qavatdan bo'lyapti. Tezda shoshilamiz aziz obunachilar. 4 qavatli uylardan. Endi esa dushavoyini tanishtirib o'tamiz. Bu yoqda esa dushavoy hisoblanadi. Bog'lanish nomeri qoldiramiz. 99 kodi bilan 716 53 78 WhatsApp, Telegram, imo barchasi ishlaydi. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.